Motors korxonasi rahbari Bekmirzayev Sobirjon bo'laman. Bizning Nam Motors korxonamiz Namangan viloyati Namangan tumanining Toshbuloq shaharchasida joylashgan bo'lib, bizning korxonamizda hozirda 350 xildan ortiq har xil turdagi nasoslar va 500 xildan ortiq har xil turdagi elektr dvigatellar ishlab chiqaramiz. Korxonamizda ishlab chiqarilayotgan nasoslarning 100% mahalliylashtirilgan bo'lib, elektr dvigatellarni esa 60-70% mahalliylashtirganmiz. Hozirda bizning korxonamizdagi bu davlat xatlari orqali tuzilgan shartnomalar 80 milliarddan oshiq bo'ldi. Hozirda korxonamizda ishlab chiqarilayotgan nasos mahsulotlarini Ozarbayjon mamlakatiga eksport qilmoqdamiz. Eksportimizning hajmi $300 ming bo'lib, yangi bozor topishimiz natijasida yana Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston davlatlariga eksport hajmini oshirib, keyingi yildan eksport ko'rsatkichini $1 million ga yetkazish niyatidamiz. Mustaqillik bu tadbirkorlarning bu erkinligi, mustaqil ish yuritib borishi, o'ziga mustaqil bo'lishi, dunyo bozoriga mustaqil chiqishi degan tushunchani bilaman. Bu mustaqillik bayrami bilan qilib kelayotgan 35 yillik munosabati bilan barcha tadbirkorlarni, barcha O'zbekiston xalqini tabriklayman.